Mana pizzani xamirini solib oldik. Mana bu patnisga oldin pizzani pishirib chiqqandik. Mana bu folga qog'ozini ekonom qilish maqsadida keyingisiga ham ishlatayapman. Shuning uchun mana bu yerga yirtildi. Buni qarab qilib yasaymiz. Pizzaga qara, duxovkada kumush. Mana pizzamiz xamirini chiroyli qilib yasab yoyib oldim. Endi qolganini Kumushoy bajaraqan. Salom do'stlar. Hozir endi bunga bizlar qo'yamiz. Mana do'stlar qilib oldim. Endi pishloq sepamiz. Yarmini sep. Issiq kunda bu pishloq o'zi ham yeb ketadi. Yaxshilab hamma joyga yoyib sep. Mana do'stlar pishloqni sepib bo'ldim. Endi esa kolbasaga navbat. Kumush kolbasam bir tekis kesilmabdi-da. Mana. Endi esa pomidorlarni qo'yib chiqamiz. Chumishqorani so'kirib qo'ygan. Bo'ldi do'stlar. Pizzamiz tayyor. Endi ustiga yana pishloq sepamiz. Oldim do'stlar. Mana tutmay, sochmay. Endi buni esa duxovkaga pishiramiz. Obuna bo'ling, like ham bosing. Mana do'stlar, bizning eng yumshoqqina va shiringina pizzamiz tayyor bo'ldi. Hammaga yoqimli ishtaha. Hozir buni kezib ham ko'rsatamiz. Albatta like va obuna ham bo'lish esdan chiqmasin do'stlar. Mana pizzamiz tayyor do'stlar. Endi esa buni kesamiz. Mana do'stlar, kesib oldik. Endi o'zimizga keraklisini tarelkaga solib olamiz. Ko'pchilik farsmi? Silingmi? Bu nimaga olinmayapti? Kes. Endi solamiz.
Mana do'stlar. Yana bu. Mana pizzamizni yeyapmiz. Zo'r chiqdi. Yakta pizza bas qo'ying.